tergovchi Hasanovni so'roq qilish jinoyat ishini qo'zg'atilmasdan oldin amalga oshirilgan desam ishonasizlarmi? 2024-yilga qadar Bektemir tuman ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtiruvchi boshqarmasi tergovchi lavozimida faoliyat yuritganman. 17-sentyabr kuni huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan noqonuniy ravishda tadbir o'tkazilib, jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilgan. 2024-yilning 14-sentyabr kuni Jinoyat kodeksining 276-moddasi 2-qismi bilan ayblov e'lon qilib, unga nisbatan garov ehtiyot chorasini tanladi. Video qismiga taqiq qo'yib, faqat audio qismiga ruxsat bergan edi. Ushbu yozuvlarni o'chirib tashlashlikni, hech qayerda foydalanmaslikni va ko'chaga tarqatmaslik, ya'ni oshkor qilmaslik yuzasidan mendan noqonuniy tilxat olishga harakat qildi. Ikkitasi kelib qo'limni ushlab oldi. Manbekovadan olgan pullarimni qayerga qo'yganligimni baqir-chaqir qilib so'rashni boshladi. E'tibor qaratish lozim bo'ladigan narsa 2024-yil 17-sentyabr kuni fuqaro Yum Manbekova DXXning Toshkent shahar boshqarmasiga ariza bilan murojaat qilganligini ko'rsatgan va bu protsess ishtirokchilari tomonidan to'liq o'z tasdig'ini topgan. Eng ajablanarli narsalardan bittasi prezidentimiz tomonidan chiqarilgan farmon va qonunlar negadir ishlamayapti yoki faqatgina qog'ozda amal qilmoqdami. O'sha Bektemir tuman ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasiga bordim. Ishda qatnashish bo'yicha guvohnomamni ko'rsatdim va o'rdaklarimni taqdim qildim, lekin nima sababdandir meni ishda qatnashtirishmadi, ichkariga ham qo'yishmadi. Sud majlisi tugagandan so'ng sud zalidan hamma chiqib ketgach, sudya sudlanuvchi Hasanov bilan xoli qolib, uni bir necha marotaba noqonuniy ravishda ish yuzasidan savol-javob qilgan. Bevosita ushlangan Hasanovning qo'llaridan hech qanday kukun izlari chiqmagan. Bu kukun izlari unda aniqlanmaganlik holati uning xonasida o'rnatilgan kuzatuv kameralaridan olingan yozuvlarni ko'zdan kechirishda ham o'z tasdig'ini topgan. Eng qizig'i, dastlabki tekshiruvda umuman takroriy tekshiruvda esa faqat chap qo'ldan kukun izlari aniqlangan bo'lsa-da, ekspertning xulosasida esa uning ikkala qo'l, kaft, barmoqlarida maxsus kukun va qalam izlari borligi ko'rsatilgan. Bir vaqtning o'zida ikkita xonada yoki bir vaqtning o'zida ikkita prosesda qatnashishi mumkinmi? So'roq bayonnomasiga majburligimdan imzo qo'yib berdim. Tugatilgan jinoyat ishi doirasida shu holatlar bo'yicha tegishli munosabat kutib qolamiz.